alaykum. Bugun sizlarga Toyota Camry haqida faktlarni taqdim etaman. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Toyota Camry 1982-yilda ilk bor ishlab chiqarilgan va tez orada dunyoda mashhur sedanlardan biriga aylangan. Camry nomi yaponcha Kanmuri so'zidan olingan bo'lib, toj degan ma'noni anglatadi. Toyota Camry dunyodagi eng ko'p sotiladigan sedanlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa AQSh bozorida juda mashhur. Camry ko'proq ishonchliligi bilan tanilgan va ko'plab avtomobillar 300 ming kilometrdan ortiq yurishi mumkin. Toyota Camry'ni ishlab chiqarish faqat Yaponiyada emas, balki AQSh va boshqa davlatlarda ham amalga oshiriladi. Toyota Camry'ning gibrid versiyasi ham mavjud bo'lib, u yoqilg'ini tejashda juda samarali. Camry ko'plab xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan, masalan, avtomatik tormozlash va haydovchi yordam tizimlari. Camry o'zining qulay salon va yumshoq yurishi bilan mashhur. Toyota Camry yillar davomida dizaynini o'zgartirib, yanada sport va zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Bugungi kunda Camry nafaqat oilaviy mashina, balki ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan avtomobil sifatida tanilgan. Hozircha shular, e'tiboringiz uchun rahmat.